Ushbu joyimizda to'liq dizaynskiy proyekt bo'lgan va qurilish qismida общий zalga grilyator osma shiflarni qora rangdagisi va o'ng'u razmerligini o'rnatib berganmiz. Chetki qismlariga 50 ga 57 o'lchamdagi reshni osma shiflarini mebel teksturadagi rangidan qilib berganmiz. Va aynan ushbu obyektimizda bitta VIP kabineti bor va ushbu VIP kabinetiga необычный dizaynda reshni va grilyator osma shiflarini o'rnatib berganmiz. Bitta dizaynga baho berib qo'yildi. Albatta sizning ham obyektingiz dizaynskiy proyektda va premium ko'rinishga ega bo'lishni istaysiz. Agarda sizga ham ushbu xizmat kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiraman. Bemalol chiqishingiz mumkin bo'ladi.